Oldingi videomizda vazifalar bo'limini ko'rib ketgandik. Bugungi videomizda shartnomalar bo'limini ko'rib ketamiz. Shartnomalar bo'limi nima? Ya'ni shartnomalar biror bir mijoz bilan nimadir shartnoma tuzadigan bo'lsak, bu yerda shartnoma yaratib ketishimiz mumkin bo'ladi. Agar yoki biror bir ta'minotchimiz bilan shartnoma tuzadigan bo'lsak ham, bu yerda shartnomalar bo'limida kiritib ketishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni svetga, elektrga, gazga yoki nimadirga yoki biror bir servisdan foydalanadigan bo'lsak, bu yerda shartnoma qilib ko'rsatib ketamiz. Ya'ni o'sha kassadagi pul qayerga ketganini aniqroq ko'rsatish uchun shartnomalar bo'limi qilib chiqilgan. Ya'ni oddiy svetga yoki gazga yoki soliqlarga ketadigan pullarni shu shartnomalar bo'limidan shartnoma yaratib kiritib ketamiz. Hop, shartnoma yaratib ko'radigan bo'lsak, nomer 12 shartnoma bo'ladigan bo'lsa, shartnoma turi sotuv bo'limi shartnomasi. Unda mijoz bo'ladigan bo'lsa, birga summasi 5.500.000 so'm bo'lsa, hamda 500.000 so'm chegirma berildi. Hamda 500.000 so'm chegirma beramiz. PDF shakli bo'ladigan bo'lsa, shartnoma PDF ni kiritamiz. Izoh bo'lsa izoh. Agar eski sana bilan shartnoma tuzilgan bo'lsa, eski sana bilan kiritamiz. Saqlash qiladigan bo'lsak, mana shartnoma bloklangan holatda bo'ladi. Buni aktivlashtirib olsak, shartnoma haqiqiy kuchga ega bo'ladi. Buni keyin boshliq tasdiqlaydi. Tasdiqlagandan keyin tasdiqlanganlarga o'tadi. Hamda bu yerda 12 raqamli shartnomani ko'radigan bo'lsak, mana bu shartnomaga to'lov qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 5 million so'mga shartnoma tuzgandek 2 million so'm qabul qilamiz. Xuddi sotuv bo'limi va postaga shunaqa to'lov qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. To'lov qabul qilamiz hamda kassaga hisobot yuborishda mana 2 million so'm ko'rinadi. Bu ham xuddi postdagi sotuv bo'limidagi ko'rganimizdek ishlaydi. To'lovlar hamma joyda bir xil ishlaydi. Kassada pulimiz ko'rinadi. Bu yerda shartnomalar hisobotida ko'rinadi mana 2 million so'm qabul qilish qilib hisob raqamiga qabul qilamiz. Agar chiqim shartnomasi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bizdan pul chiqib ketadigan shartnoma bo'ladigan bo'lsa, buni yaratib olamiz. Masalan, nomer 11 bo'ladigan bo'lsa, shartnoma turi gaz uchun masalan ta'minotchi kim? Ya'ni gaz uchun kimga to'laydigan bo'lsak, o'sha gaz ta'minotchisini yozib qo'yamiz. Ta'minotchi yaratib hamda ijrochi xodimni kiritamiz. Gaz uchun 3 million so'm to'laydigan bo'lsak, hamda PDF hamda sanasini kiritadigan bo'lsak, bu yerda bloklangan holatda turibdi. Ya'ni bloklangan holatda tursa, hech qanaqa to'lov qilib bo'lmaydi. Aktivlashtirish qilamiz. Keyin esa shartnomani tasdiqlash qilamiz. Tasdiqlangan shartnomalar bu yerda ko'rinadi. 11 mana 3 million so'mga shartnoma yaratdik. Endi esa bu ta'minotchidan biz 3 million so'm qarz bo'ldik. Mana ta'minotchilardan ko'rib ketadigan bo'lsak, shu ta'minotchidan chiqim shartnomalari asosida 3 million so'm qarz bo'ldik. Hamda kassaga hisobot yuborish tushlardan iborat edi. Bugungi videomizda shartnomalar bo'limini ko'rib ketdik.